Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, kimki tafakkur qiladi ekan, ibrat oladi. Ibrat olgan kishi nachar ish-harakatlarda yiroq bo'ladi. Nachar ish-harakatlarda yiroq bo'lgan kishi kelishmasliklardan salomat qoladi. Odamning shon-sharafi boshqalardan behojat bo'lish bilandir. Ko'ngil ko'ksi keng bo'lish tutmas-tugmas boyliqdir. Qanoatchan bo'l, tama qilma, tirishchan bo'l, ilinma. Esingda tutqinki, tövəndəki qo'ldan üstünki qo'l yaxshidir. Boyliqning eng oliysi aqldir. Yo'qsullikning eng tövəni nadonlik, ahmoqlikdir. Ahmoqlar bilan do'stlashishdan saqlan. U sana foyda yetkazmayman deb ziyon soladi. Yolg'onchilar bilan do'stlashishdan ham saqlan.